Korrupsiya bor joyda taraqqiyot bo'lmaydi. Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasida tashkil etilgan tadbirda korrupsiyaning milliy taraqqiyotimizga tahdidi haqida so'z bordi. Har qaysi mamlakat yuksalishning o'ziga xos yo'lini tanlar ekan, jamiyat rivojiga to'g'anoq bo'luvchi to'siqlarga barham berishga harakat qiladi. Korrupsiya ham o'z nomi bilan ana shunday xatarlardan biri sanaladi. Ayni paytda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashning barcha qonuniy asoslari yaratilgan. Muloqotlarda ushbu negativ holatga oid huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga chek qo'yish hamda javobgarlikning muqarrarligini ta'minlashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar rolini kuchaytirish, jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirishning ustuvor yo'nalishlari atroflicha tahlil qilindi. Bu borada 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida nazarda tutilgan vazifalar ijrosini ta'minlash yuzasidan dolzarb fikr-mulohazalar bildirildi. Tizimni xalqchil tuzilma sifatida shakllantirish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgani, soha xodimlarining kasbiy va ma'naviy axloqiy salohiyatini yuksaltirish, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish orqali tizimda korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga qaratilgan ta'sirchan mexanizmlar amaliyotga tatbiq qilinayotgani aytib o'tildi.